birgalikda muhokama qilib yangiliklarni berishadi. Sizlardan iltimos mazkur seminarda faol bo'lingizlar. Seminarda bugungi seminarni ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat e'tiboringiz. Vazir jamg'armasi mablag'lari hisobidan o'qituvchilar o'rtasida o'tkazilgan tanlovda Samarqand tumani miqyosida munosib ishtirok etib, Samarqand viloyat pedagogik mahorat markazi tomonidan Shamsiddinova Lola Rahmonovna ushbu tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Marhamat ustoz. Demak, bizga fan farqi yo'q. Aynan maktabdagi lider o'qituvchilarni biz tanlab oldik. Men 2026-yilda yil o'qituvchisi tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritdim. Spesifikasi, uni holati, Martin itini oladigan bo'lsak, nima uchun u temadan o'zini tashlab yubordi? Shuni tabriklayman. Mana bunday chiroyli yutuqlar bilan bardavom bo'lsin. Nimadan attestatsiyadan eng yuqori natijani olgan tumandagi 3 nafar o'qituvchi birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rin bilan dars o'tish jarayoniga, ya'ni ikkinchi bosqichga yetib kelishdi. Mavzusi bo'yicha bugun gaplashamiz. Ommalashtirish ishlarini yuklagan, platformaga yuklagan ustozlar bormi? Yil o'qituvchisi g'olibi bo'ldi va o'sha vazir ustamasi sohibasi bu Birinchi chorakka moslashtirasizmi? Ikkinchi chorak birorta mavzuga o'sha metodni qo'llab ochiq darsni berasiz. Aynan o'sha 21-asr ko'nikmalari to'g'risida. Qo'yasizmi? Birdaniga 5 ta o'quvchingiz, birdaniga 2ni 5 ta oldi, 5 tani qo'yasiz.